Jannat onalar oyoq ostida kinosi yodingizdami? Xuddi shuni hayotdagisini biz topganmiz. Odamlarimizga ham qiziq bo'lsin-da, mana shu ikkita pomidor bekorga ham ikkita chiqqani yo'q, qara ikkitasi pishgan ekan. Ana shu ikkita pomidor evaziga ularga atab qo'ygan hadyamiz bor, hozir beramiz bu narsani. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, biz Qashqadaryodamiz. Allohning roziligini istab kelganmiz. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis qudsiyda diqqat qiling azizlar. Bu hadis qudsiy. Alloh taolo deydi: "Agar men bandamning ikki suyukli a'zosini, ko'zlarini olib qo'ysam va u bunga sabr qilsa, men unga jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmayman." Subhanalloh. Hozir kiradigan xonadonimiz ko'zdan-da aziz bo'lgan, aqlidan ayrilgan. Alloh taolo uni aqlini olib qo'ygan. Aqli zaif. Qolaversa, uni shu holatda tashlab qo'ymagan, kasalxonalarga olib borib bermagan, uni mehrsiz tashlab ketmagan, mehrga intizor ojiza onajonisi bor. Ular yolg'iz, xuddiki Jannat onalar oyoq ostida kinosi yodingizdami? Bu oilani biz sizga ko'rsatgan edik. Bir eslang, xuddi shuni hayotdagisini biz topganmiz. Va bu farzand, ya'ni o'sha Alloh taolo sinab turib, uni eng aziz bo'lgan a'zosi, ya'ni aqlidan ayirgan bu farzand onajonisini Makkalarga, Madinalarga yuborish orzusida yashaydi. Qarang, shu holatda ham onamni Makkaga yuborsamid degan orzu bilan yashayapti. Uylari xaroba, miskin, zaif, xasta, mehrga muhtoj. Subhanalloh, bundan ortiq haqdorlikka alomatlar bo'lishi mumkinmi? Ya'ni o'sha hadisga muvofiq Alloh taolo bu bolaga, bu farzandga, inshaalloh onajonisiga ham jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmas. Bu haqda Alloh taoloning o'zi so'zlagan. Mana shunday jannatni bashorati berilgan insonlarning oldiga ketyapmiz. Ko'ring, bu oilani atrofida juda ko'p muammolari bor, gap so'zlar bor. Hozir hammasidan xabardor topasiz va o'zingizcha hal qiling va hukm chiqaring. To'g'ri tahlil qilasizmi, yo'qmi? Allohga havola. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Anjoningiz sog'mi? Yaxshi. O'zi qalaysiz? Yaxshimisiz? Keling-da. Ana, planshet bu. Nechini ochib qo'ying? Oching, oching, sizniki shu. Qachon ochiladi? Keling hozir. Necha yosh farzandingiz? Noyabrga 19 ga kiradi. To'ldira 19. Bu dunyoga kelganda qanaqa quvongansiz? Xudo menga shuni berganiga shukr qildim, og'ajonim. Boriga shukr qildim. Allohdan rozi bo'ldim. Menga bir ko'p sinovlar berdi Xudoy. 13-maktabga bordim, maktab olmadi. Qarshi Murvat uyiga bordim. Qarshi Murvat uyiga muttaqlab maktabdan ta'lim olish kerak, ko'pga qo'shilish kerak. Bolalar sharoitini ko'rdim. Baribir qiynalsam ham shu Murvat uyiga qo'ydim shu balamni. Allohga shukr mana. Turmush o'rtangiz qanday edi shu paytda? Turmush o'rtog'im vafot etdi 14-yil. Nimadan? Insul bo'ldilar. Nima ish qilardi? Shopir edilar. Hozir yoshingiz nechida? Hozir 65 ga kirdim. 18 da? Ha, mashalloh. Meni kalashamga tushadimmi? Qiyinmi bunaqangi farzand bilan yashash? Yashash qiyin, bari sharoitga ko'nikishga majburman og'ajon. Siz ham xohlaysiz hamma qatori bir zabardast o'g'lingiz bo'lishligini. Shunday sog'lom bola bo'lishni. Siz boshiga ko'tarib yursa, chet ellarga olib borsa, umralarga jo'natsa. Umralarga olib boraman deb ko'p niyat qilardim. Aya sizni umraga olib boraman. Shunaqa dermidi? Aytadi, haliyam aytadi. Nimaga ishonib aytadi? Aya, men sizni qo'riqchingizman. Men sizga qarayman. Bilmadim, qo'ldan kelmasa ham Xudoyim shu anosini bersa kerak edi shu. Ilhomini. Ilhom bersa kerak edi. Qandaydir suyanaman shu balaga. Nogiron bo'lsa ham, ayajon, o'ylamang, siqilmang deyaveradi. Ko'p narsalar gapiraveradi. Men aytaman, Xudoga shukr, boringga shukr sen deyman. Sen borsan men hayotga qaytdim deyman. To'g'risida hayotga shu balam tufayli qaytdim. Bo'lmasa men o'zimni yo'q qilib qo'ydim. Xuddi jinnidek bo'lib qolaman.
hayot ishlaganda endi balam aqqa ketdi. Endi qanday kunimni ko'raman men deb. Shunday ko'chalarga chiqib ketaverardim, bir joyga turgim kelmasdi. Judayam qiynaldim, ko'p qiyinchilik ko'rdim. Mana xo'jayinimni qo'ygan 5 ta qizga qaradim, oqtaradim. Juda yosh edi bu bolalar. Bu birinchi turmushlardan, Ha, ikkinchi birinchi turmushlardan. turmushida, mening birinchi turmushim xo'jayinim. Ularni uyli qildi, joyli qildi. Onasi boshqa bo'lsa-da shu qizlarni parvarish qilib, Ha, parvarish qildim shu qizlarni. Mashalloh. O'qishga borayotganiga nonini qilib berdim, kirini yuvdim. Alloh rozi Bir bo'lsin. narsa kamchilik bo'lsa qildim. Xabar olib Kiyimi tushadimi kam sizdan? bo'lsa kiyimlarni qildim. Yo'q, hozir menga qaramaydi bittasi ham. Men aytaman, Xudo bor. Erta bir kun aylanib kelib mendan xabar olar deb Xudoga ishonib yuraman o'g'iljon. Alloh sizdan xabar olib turganini his qilasizmi? Ha, shunday. Mana shunday Xudoga bizga insonlar ko'p kelganda, Shu Xudo bor deyman, meni qo'llab-quvvatlab turib. Rizqimni ham Xudo bersin deyman. Hamma narsa Xudodan so'rayman. Banda menga hech narsa qilib bermaydi, baribir Xudo menga yordam beradi deyman. mana shunaqa kutilmagan onda kimdir eshik taqillab kelaveradi. Ha, shunday. Uy kimning nomida? Xo'jayinim nomida. Men ham bir kadastr qiluvdim, foydalanuvchi qilib berdi. Endi menga Turmushingiz qonuniy bo'lganmi, zakiz bo'lganmi? qonuniy zakisim bor. Demak, bu uyda huquqingiz bor sizni. Nima, qizlarni bu uyga daxl bormi? Umidi bormi bu uydan? Shu uydan umidi bor o'g'ajonim. Mana hamma uyda qutlab ketgan. Men telefon qilib aytdim, qizim, sudlash yurmaylik. Biz ana qilaylik, tinch yo'l bilan hal qilaylik. Menga qancha uy berasan? Men mana ulonxonaga o'tiribman, zax, kunduzi yotib dam ololmaymiz. Buk, chichqon chiqadi, dirzamiz ustiga kesarkalar kirib kelaveradi. O'zimizga o'zimiz Bo'tdan yopib ketishgan. Ha, bu yoqda yopib. Siz bo'tda turasiz. Men o'rga bitta uyga turaman. Qo'yib qo'y o'g'lim. Otabek, Ha, Allohdan nima so'raysiz? ish so'rayman. Uyingiz bor-ku? Ishkim. Ishga? Nima yeyingiz keladi? Ha, ishim kelaveradi. Josh. Oshingiz keladimi? Ha, hot-doglar. Hudduqligingiz keladimi? Ha. Voy asal bola. 2 kun, 3 kunga osh qilib bering aya deydi, men osh qilib beraman. Mana bugun olib keldik, mana masalalarni olib keldik. Bugun oshqa beradilar. Harakati qoriz jammadan. Ochgan ko'rsatgan narsalarni ko'rgisi kelyapti. Otabek kelib ko'ring. Ko'rsatma och. Bu onajonga joynamoz bu. Bering onajonga. Gapiradimi? Yo'q, gapirmang, gapirishma kerak bor. Onajonga bering. Ana. Joynamoz. Rahmat balajon, rahmat sizga. Namozda o'qiysiz maza qilib. Qani ko'rsat. Bu nima? Otabek, Shirinliklar, yo'q, qaraversin. Odamda yo'qotib qo'ygan hislar bor-da, onajon. Shunday. Oddiy narsaga xursand bo'la olish hissi. Biza hozir xursand bo'lishimiz uchun bo'lmaydigan avtomobil kerak-da. Vaholanki bolaligimizda, kichkinaligimizda bitta so'kib ko'rib xursand bo'lganmizda, Ha, shunday. ana shu narsani yo'qotib qo'yganmiz. Bunda shuni ko'ryapmiz-da. Odamlar buni ko'rib, o'zini xatosini ko'radi. O'zini xatosini ko'radi. Ya'ni Alloh taolo bizga son sanoqsiz ne'matlar berib qo'yganini biz ko'rmayapmiz. Yo'q narsani ilinjida bor narsani yo'qotyapmiz. Odamlar tuganmas orzu-havasdan orqasidan quvib yuribdi-da hozir. Alloh bergan behisob ne'matlarni ko'rmasdan. O'zingiz holingizga yarab turganingiz, aqlingiz raso bo'lgani, o'zingiz bir mehnat qila olishingiz, o'zingiz ota-onangizni boqa olishingiz, kimnidir koriga yara olishingiz qarang, qanaqangi buyuk ne'matligini mana hozir Otabekni ko'rib turib tushunasiz. Bu ibrat. Bunday insonlarni Alloh taolo bizga ibrat uchun yaratib qo'yganingizlar. Bular jannatiylar inshaalloh. Endi biz o'zimizning insonligimizga borib ko'p narsalarni talab qilamiz-da. Bular kelganimizda chiroyli muomala qilishni xohlaymiz. Bular nima deydi? Haqiqiy o'sha risoladagidek hayot kechirishni talab qilamiz bulardan. Men nima uchun bu narsani aytayapman? Chunki hozir kelganimizda yigitlarimizdan bir ikkita malomat gaplarni eshitdim-da bular haqida. Keyin jahlim chiqdi. Nima uchun? O'rniga biz hech qachon o'zimizni qo'yib ko'rmasdan xulosa chiqaramiz. Ya'ni o'sha odamning holatiga bir kun o'zingizni qo'yib ko'ring-da, bir kun yashab ko'ring-da, shuni o'rnida keyin bir xulosa chiqaring. Shu paytga qadar bu onaning oldiga qancha odamlar kelib rasmga olib, videoga olib, har xil va'dalarni berib ketganda charchagan bu ona. Odamlar bemehr bo'lib o'z holiga tashlab qo'ygandan keyin bo'lib ham mana bu farzand bilan har kuni bir havodan nafas olib bitta xonada yashashlikni bir tasavvur qiling. Bu onaning sabri yo'qmi? Bu onaning chegarasi yo'qmi? Bu inson emasmi? Bu nima, robotmi? Temir xotinmi bu, ayting? Bu ham inson-ku. U ham portlaydi. Kimgadir gapirib tashlagisi keladi, kimdandir alamini olgisi keladi. Oddiy misol 3 yashar, 2 yashar, 4 yashar, 5 yashar, 6 yashar farzandingiz bilan bir kun uyda bitta o'zingiz qolib ko'ring.
2 soat 3 soatdan keyin bor deysiz, anta o'ynab kel deysiz, bog'chaga jo'natasiz, onasini chaqirasiz, a? Shunchaki his qilib ko'ring, his qiling, yurakdan his qiling, o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Ha, subhanalloh. Onajonni umrali jo'natish niyat qilasizmi? Siz ham birga borasizmi onajon bilan umraga? Ha, mana oyoqlari yaxshi. Borganingizda nima deb duo qilasiz? Oyoqlari yaxshi bo'lib ketsin deb so'rayman. Faqat oyoqlarini so'raysizmi? Ayam sog'lig'i bo'lsin deb so'rayman, ayamni. Ayajonimni jannatlaringga dohil qilgin, gunohlarini Rahmat kechirgin. Ayajonimdan rozi bo'lgin deb ayting, xo'p? Xo'p, aytaman. Jannatlarda birga bo'laylik deb ayting, xo'p? Jannatda birga bo'laylik. Va hamma butun ummatni, butun musulmonlarni o'zing mag'firat qilgin deb so'ray, xo'p? Nima deb so'raysiz ayting? Marhamat, qabul qil. Jannatga olib bor ayamni, oyoqlarini yaxshi qil. Aha. Hamma musulmonlarni o'zing mag'firat qilgin deng. Marhamat qiling, iltimos, musulmonlarni iltimos. Videolarimizni ko'rasizmi otabek? Ha. Yaxshimi qilayotgan ishlarimiz? Instagramdan chiqar, Instagram. Ha? Instagramdan ko'ramiz. Ha, Instagramdan ko'rasizmi? Mashalloh. Yaxshimi qilayotgan ishlarimiz? Ha, To'g'rimi? to'g'ri. Shunaqa yashash kerakmi? Ha, Siz ham shunaqa ishlar qilgingiz keladimi? ha, Nimalar qilgingiz keladi? Odamlarga yaxshilik qilgingiz keladimi? ha. Taksichilik qilib pul topgim keladi, taksichilik qilib mashinalarga. Mahallada odamlar sizdan kamsitadimi, otabek? Yoq kamchiritadi, yoq. Nimalar deyishadi? Ore yomon deyishadi, shaqqa mahallarimizga, yoq yomon deyishadi. Siz bilan gaplashmasmidi odamlar? Yo'q, O'rtoq bo'lmasmidingiz? yo'q. Xohlarmidingiz odamlar gaplashishni? Siz bilan o'rtoq bo'lishni xohlarmidingiz? Xohlashidim. Ketdik ona. Qayoqqa o'g'lim? Jannatga. Ona, men sizni jannatga olib boraman, jannatga. Xo'pmi? Men sizni jannatga olib boraman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum. Biz jannatga boramiz. Nima? Jannatga boramiz, a? Yur ketdik. Ona, jannat kulgilimi? Yo'q, bolam. Jannatda hech kim seni ustingdan kulmaydi. Odamlar har xil gaplar gapiraveradi. Ketdim deymanda, yur otabek uyga boraylik. Bu achchig'im keladi. To'g'risida achchig'im keladi. Yur otabek uyga boraylik. Shular gapini eshitishni xohlamayman, to'g'risida. Har xil gaplar eshitib, siqilib, qiynalishni xohlamayman. Indamay otabek yur uyga boraylik. Aya sayrga boring deydi. Hamma yur sayrga chiqamiz deyman. Lekin odamlar oldiga ko'p o'tirgim kelmay qo'shila oldim. G'aybatlarga qo'shilgim kelmay Sardarjon. Ularning og'zidan har xil gap chiqsa, ko'tara olmayman degan og'ir gaplar. Odam yoshi o'tirsa, xuddi yosh boladay bo'lib qoladi. Unga aytaveraman, jim bu balajonim. Men kalankalarni qo'yib baqirtirsam, balajonim, tinch bo'lgin. Baqirtirmagin. Saligini past qo'ygin. Men qulog'im og'riyapti, boshim og'riyapti. Men sog'lig'im kerak emas. O'chirib qo'yar, shu go'dak tushunadi. Mayli ayajon, sog' bo'ling. Mana past qilaman, o'chirdim, mana o'chirib qo'ydim deydi. Mayli deyman. Begona emas o'zimda bolam. Yoshlikdan katta qilganman. Qancha azob ko'rganman. Sen xasta bo'lib yotib qolgan paytlaringizda u mehribonmi? Mehribon. Aya skor chaqiring, skorga telefon qilib bersam, ko'chaga kutib o'tiradi skorini. Aya, skor kelmayapti. Doktor qachon kelar ekan? Ayam tuzatinglar, ayam sog'lom qilinglar. Menga hali kerak, men to'yimga bosh bo'lishlari kerak. Hali bolalarimni ko'tarib katta qilish kerak deb niyat qilyapti bolam. To'g'risida. Uni ertangi kundan xavotir olasizmi? Chunki siz ham omonatsiz-ku. Xavotir olaman. Mendan davr o'tsa bu nima bo'ladi deb o'ylayman. To'g'risida menga kim qaraydi? Mendan boshqa qaraydigan anasi yo'q, yordamchisi yo'q deyman. Uylantirishga harakat qilaman-da, o'g'ajon. Mana bir yur-yuriga solib yuradigan baribir yakka o'smaydi-ku. Alloh hammasini jup qilib yaratadi insonlarni. Shunaqa. Esingizda bo'lsa, biz Jizzaxga Forishga borganimizda, yurak amri endi boshlangan paytda Rizvonni topgan edik. Shunda Rizvonni videosini ko'rgandan keyin, ko'rgansiz, juda nogiron bola. Ha. Shu Rizvonni ko'rgandan keyin bir Onasini ana hajga olgan. Ha, bir muslima qizimizni tushlariga payg'ambarimiz alayhissalom kirib, shaxsan o'zlari sovchilik qilganlar-da Rizvonga. Ha. Shu tush ko'rgandan keyin shu qiz Rizvonga
qarashlik uchun umrini fido qilishga rozi bo'lishlik uchun payg'ambarimiz alayhissalom roziligini istab, Allohning roziligini istab oila qurdi nogiron bola bilan. Xuddi shunga o'xshab ishonchim komil. Alloh taolo kimnidir qalbiga solib qo'yadi-da, inshaalloh Otabek ham yaxshi yo'ldan ato qiladi. Ato qilsin. Alloh shunga rozi. Sizni xizmatingizni qilsin inshaalloh shu kelim bola. Bu rolik sabab bo'lsin. Aya palancha qizni yaxshi ko'rib qoldim. Shu gaplar ko'p aytadi menga. Olim oldin uy-joy qilaylik, ijamiz saqlaylik. Keyin senga qiz izlashga tushaman dedi. Xudo menga nasib qilgani bordir-da, birorta kelin qiz, seni baribir uylantiraman. Allohim hech kimni yo'lda yakka o'stirmagan-ku. To'g'ri. Hammani jufti bilan. Jufti yaratadi. Subhanalloh. Dadam bechora qayerga ketib osmonga qaraydi. Men aytaman, dadang osmondan qarab turibdi. Otabek, sen ayangga nima qilyapsan? Nima yordam qilyapsan deb so'rayapti mendan desam. Qarang qani aya, qaysi yulduz meni dadam deydi. Topgan dadang ana shu chaqnab turgan odam sen dadang, ana shu yulduz deyman. Dadajon, meni kechiring deydi. Men shunday qilaman. Dadajon, meni kechiring. Men ayamni ko'nglini qoldirmayman, yaxshi qarayman deyveradi. Mayli deyman. Kechqurun Allohga sig'inib yotaman. Ayajon, menga ham namoz o'qishlar o'rgating deydi. Men yotib turaverdim, bular to'ntalib oldimga yotib turaveradi. Indamay tur, senga o'qiydigan joy namoz olib bersam, o'shanga qarab yo'llab olasan. Kallasi tezilib bo'ladi hamma narsani. Ha, shuning uchun ovozli joy namoz so'radimi? Ha, bo'ldi. Ovozli joy namoz olib kelib berasizlar. Tushundinglarmi? Bering onajonga. Gapiradimi? Yo'q, gapirishimga kerak bor. Onajonga bering. Ana. Joy namoz. Rahmat balajon, rahmat sizga. Ana shuning uchun so'ragan ekan. Subhanalloh, ovoz chiqadimi deb. O'rganmoqchi ekan namoz o'qishni. Bu gapiradigan namozmi deb aytdi-ku. Joy namozmi dedi. Qarang, subhanalloh. Biz aslida ahmoqmiz azizlar. Shunga farosatimiz yetmaganda qarang. Shu bola mana hozir grupkada bosib turib namoz o'qishni o'rganmoqchi, qarang. Shu joy namozni izlayapti. Subhanalloh. Nima yeb, nima ichyapsizlar? Qayerdan daromad ko'ryapsizlar? Daromadimiz shu pensiyamiz bir oygacha yetkazamiz bir bola qilib. Nech pul? Umumiy Men 920 ming pensiya olaman. Otabek 1 million 10 ming shunday. 1.900.000. Yetmaydi-ku bu, qanaqa qilib yetadi? Yetmaydi. Ikkilam qilamiz. Munisimiz. Men agaratga 2 joyigina pomidor ekib qo'ydim og'ajon. Mashalloh. Pishdimi? Ha, pishdi. Aya uy pomidor terib keling deydi. Uy pomidor. Bu o'zing terib kelsam, bo'g'zini bosib tashlaydi, o'ladi pomidor. To'xta, o'zim terib beraman deyman. U daraxt ekilgan daraxtlardan zarboli deymiz, gilos deymiz. Aya kompot qilib bering deydi. Shu uy sharoitga nima narsa bo'lsa shuni qilaman og'ajon. Anti pomidor yurib yesang bo'ladimi? Bo'ladi, yuring. Yuring ko'rsating. Men kori ekib qo'yibman. Bitta ikkita kori chiqar og'ajon. Mana anjirga erta bilan 2 soat suvuradi. Kechqurun 2 soat suvuradi. Mashalloh. Bor ekan bitta dona. Ikkita bor ekan. Mana subhanalloh, ikkita topdim. Osh bo'lsin, oling. Niyat xolisda. Yuring, onajon. Ikkita pomidor topdik. Jannat bog'laridan go'yoki. Bog'inglardan ikkita pomidor oldim. Mayli, oling sizga sovg'a. Sovg'ami? Ha. Rozimisiz? Roziman. Bolalaringizga ham olib keting. O'zingizlarda kam ekan, olib ketaveringmi? Olib ketavering. Kelinglar, hozir men tekinga olmaydi, shuni sotib oling. Yo, tekinga sovg'a qilib Yo'q, olamiz. sotib oling. Yo, tekinga berib olamiz. Tekinga bo'lsa olmayman. Oling, o'g'illaringizga. Tekinga. Bunga men zo'r sovg'a bersam maylimi? Zo'r sovg'a Yo'q, beraman. rozimiz, olavering. Men bilaman, bu shubhasiz bilaman. Lekin shu yerda bitta hiyla qilamizda, chiroyli bir o'yin qilamiz. Maylimi? Mayli. Chiroyli bo'lsa, sizdan ugina, bizdan bugina deydi-ku o'zbeklarda. Shunga o'xshab. Odamlarimizga ham qiziq bo'lsin-da. Mana shu ikkita pomidor bekorga ikkita chiqqani yo'q-da, qarang, ikkitasi pishgan ekan. Bu lahza men nazarimda sizlar uchun hayotingizda eng baxtli lahza bo'ladi va shu lahzaga bizni Alloh taolo sababchi qilganiga o'ziga hamd bo'lsin. Otabekjon, Ha. hech ham ko'yingiz o'ksimasin. Hop. Men hamma qator ishlay olmayapman, pul topa olmayapman, onajonimni boqib, ularning orzularini ro'yobga chiqara olmayapman deb hech ham siqilmang, hop. Ha. Mana shunaqangi sababchilar o'zini oldingizga jo'natib qo'yadi-da, siz so'ragan narsalaringizni muhayyo qiladi. Ana shu ikkita pomidor evaziga, mana hozir ushlab turing onajon. Shu ikkita pomidorni mana endi menga bering. Sizdan oldim. Endi buni evaziga mana Otabekjon nomlaridan
inshaalloh sizni va Otabekni ikkalovilarni Makka va Madinaga umra safariga jo'natamiz. Ha, men onamla boraman jannatga, Makkaga. Men onamla boraman, yayov boraman. Men onamni yayov boraman. Yayov boraman jannatga onamni. Juda xursandman. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh rozi bo'lsin. Biza uyimizni ham hal qilib bering. Mana bitta duoingiz ijobat bo'ldi hozir, to'g'rimi? Nima deyish kerak Allohga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biz topayotgan daromad bilan shunday xayrli ishlar qilamiz degandek, mana yana bitta isboti haqiqiy haqdorlarni, bu duosi ijobatlarini, inshaalloh jannati bashorat berilganlarni sizning duolaringiz bilan umraga jo'natamiz. Bo'lib ham bularni chiroyli reyslarda, yaxshi gostinitsalarga, yaxshi sharoitlarga jo'natamiz. Safo Marva bu bizni umra kompaniyamiz azizlar, xayrli amallarga xizmat qilyapti. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Tanlovda adashmagangizlar. Biz bu tur firmalarni xalqimizni obro' e'tiborini saqlashlik uchun, odamlarni munosib servis xizmati bilan ta'minlashlik uchun ochganmiz. Chunki ko'rdingiz paytida har xil jinoyatchilar, moshenniklar deymiz, tovlamachilar o'sha muborak maskanlarga borib ham, Makkada ham, Madinada ham odamlarni chuv churib, pullarni olib sarson sargardon qilganlarni juda ko'p ko'rdingiz. Shuning uchun majbur ochdik. Chunki o'sha muqaddas dargohlarda ham millatimizni obro'si sha'ni to'kilmasin degan maqsadda. Mana Xudo xolasa biz sizlarni jo'natamiz tez kunlarda. Ikkita pomidor evazini ko'rdingiz. Rahmat sizga. Ikkita pomidoringizga shuncha narsa bergandan keyin hali bog'ingizda qancha narsangiz bor? Sotamizmi bitta hammasini? Ha, yo'lakkan ham gurdori ham chiqib turibdi. Nima u? Olxo'ra, olxo'ra. Hozir endi inshaalloh Makkaga borsangiz, men tasavvur qiling, Makkaga boryapsizlar. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbayk Allohumma labbayk deb ketyapsiz-da. Birinchi ko'rishingizda, Ka'bani birinchi ko'rishingizda nima duo qilsangiz ijobat deyilgan. Shu ko'rishingiz bilan nima duo qilasiz? Bolamga sog'lik so'rayman. Birinchidan bitta. Shu bolajonim sog'lom bo'lsin, menga qaraydigan, anaga bo'lsin. O'zingizga jannat so'ramaysizmi? Bolam uchun so'rasam, Xudo meni ham jannatlarga ravo qilar-da, ovajonim. Mashalloh. Mashalloh. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Balam uchun yashayurman, Sardor ovajonim. Mana bizni qahramon onalarimiz. Mana har qancha gapirsa, maqtasa, medallar bersa, minbarlarga olib chiqsa arzigulik ona. Ko'rsating bularni, tarqating bu videolarni. Hali mashhur Novostnoy haligi yangiliklar saytlari bor-ku, qayoqdagi chet ellarni bergan. Charchamadingiz, mana o'zimizni qahramonlarimiz, ko'rsating shularni. Alloh sizdan rozi bo'lsin. O'zi madadkor bo'lsin, kuch-quvvat bersin. Umra safarlariga borganda sizdan iltimos qilamiz. Bizni ham duo qiling. Duo qilaman sizni, Sardor ovajon. Hammalarimizni shu amalda sobit turganlarni. Hammalaringiz bolalaringizga shukur. Hammalaringiz bolalaringiz huzur hayotlarini ko'ringizlar. Xudo sizlarni bizlarga jo'natibdi. Xudo sizlarni ham siylasin, Allohim. Uyingiz juda ahvoli og'ir ekan-a? Og'ir. Buni remont qilish kerak. Ularga atab qo'ygan hadyamiz bor, hozir beramiz u narsani. Hoziroq ehson qiling, mana shu uyni ta'mirlashni boshlaymiz. Bularni umraga jo'natamiz. Mana shuni hozir o'zimiz bismillah deb o'zimizga so'z beramizki, bularni umraga jo'natamiz. Balki kelgunlarga qadar, balki ozgina fursatdan keyin uyni yangi holatda bularga topshiramiz. Buzib turibmi, o'zini remont qilibmi, xullas, hali qizlar bilan ham kelishib olamiz. Bu uyni qanchadir qismini o'zlariga berib turib, o'zlarining nomlariga rasmiylashtirib, bu muammolarni ham hal qilamiz. Chunki bu uyda ularning haqlari bor. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hokimiyatidan biz iltimos qilamiz. Mana bu videoni ko'rishadi. Shu oilani mana shu uy joyi bilan bog'liq rasmiy muammolarga yechim topishga yordam bering. Bizni go'zal tijoratimiz bor. Ajr sedana, bilasizmi? Qora sedana bor. Ha, qora sedana. Qora sedana. Ana shuni biz sadaqa joriy qilib turib xayriya tijorat qilganmiz. Bundan tushgan daromad bilan biz saxovat qilamiz. Ya'ni hadib odamlarga chiqib pul so'ramaslik uchun o'zimiz shunaqa tijoratlarni tashkil qildikki, shundan tushgan daromad bilan bu ishlarni qilaylik. Odamlarimiz ham buni tushunyapti. olib ichganman, ovajonim. Mashalloh.
Yaxshi, Ha, yaxshi. foydali. Foydali. Bu hammaga foyda. 7 yoshdan 70 yoshgacha. Ajr qora sedindan tushgan daromadni o'sha va'dasiga muvofiq o'zini o'sha ulushini biz hozir haqdorlarga, zaiflarimizga, muhtojlarimizga duosi ijobatlarga beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana onajon. Mana bularni albatta Qora ichib. sedinani 3 oy ichdim. Oshqozorimga nimadir bor ekanmi, bir hafta shunda oshqozonim deb anaqa qildi. Bir 2 haftadan keyin hech narsa yo'qolib ketdi. Mashallah. Shunday foyda ko'rdim shundan. Mashallah. Keyin olib ichishga qurbon İçib bo'lmadi. bering, onajon, Rahmat içib bering. sizga Allohim. Qolaversa, mana shuni inshaalloh bu yerda ajr qora sedanadan tushgan daromadni mana 30% bu yerda inshaalloh Bismillahirrohmanirrohim 10.000 dollar pul. Onajon qabul qiling. Nima qilaman? Ishlatasiz. Ishlatamiz aya. Oling. Olamiz aya, bering. Oling. Oling. Rahmat sizga. Alloh sizdan rozi bo'lsin, Xudoyim. Amin. Shuncha pul aya. Endi o'zi chiqamiz. Shuncha pul. Rahmat Haydar aka. Buncha pulni nima qilasan, o'g'lim? Go'zallarga ishlatamiz. Rahmat sizga. Go'zallarga ishlatamiz. Amin. Bu hali Umringiz boshlanishi. uzoq bo'lsin. Amin. Sog' bo'ling. Duo. Bola chaqalaringiz sizni halovatini ko'ring. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bizga shuncha yordam qilyapsiz, Xudoyjonim. Nima niyat qilgansiz, hammalari niyatlarga yetaylik, Allohim. Qilgan gunohlarimizni Xudoyjonim kechirsin. Yaxshi niyat. Endi pensiyaga bormaymiz aya. Shuncha pul boshladi, rahmat qilib keldilar aya. Endi pensiyaga bormaymiz. Nima deyish kerak, o'g'lim? Alloh rozi Duo bo'lsin. qiling, o'g'lim. Duo qiling, bolam, qani. Duo Amin. qiling qani. Harga qo'yarini bilmay qoldim. Allohim Haydar aka, o'g'illangiz bilan qushqarib bering. Alloh hammalaringlardan rozi bo'lsin deng. Hammalaringizdan rozi bo'lsin Allohim deb. Qushqarib bersin. Hammalaringizni bola chaqalaringiz huzur haloklarni ko'ringlar. Nima niyat qilgansiz, niyatingizga yetinglar. Sardor aka, keling, shunday mehmon bo'lib keling. Mehmon bo'lib kelib turing. Sizga muborak bo'lsin. Alloh yo'llaringizni ochsin iloyim. O'zi kuch-quvvat bersin. Yigitlarimiz har doim aloqada. Qanaqa shaklda uyni boshlaymiz, nima qilamiz? Hozir uyingizga ichiga kirib, ichkarilarni bitta ko'ramiz. Odamlarimiz ham ko'rsin haqiqiy holatda. Sardor aka, Hop. bir aylanib kelay, mashinangiz bilan. Qani mashinada aylantirib kelinglar. Bo'l, shu bitta xona, ha? Bitta xona. Shu yerda turasizlar. Televizorimiz ham buzuq. Televizor ham ko'rolmaymiz 3 oydan beri. Hamma narsa shu yerda. Hamma narsamiz shu yerga. Mashalloh. Lekin go'yoki bir qasr ekan. Ha, Kichkina bo'lsa-da, Kichkina bo'lsa, lekin ko'nglimiz keng, Ha? Sardorjon. to'ppa-to'g'ri. Mashalloh. Lekin go'zal, go'zal. Eng muhimi Saromjon sarishta. Sizni o'sha oriyatli, iboh hayoli, haqiqiy bir nima edi, o'zbekona lutf bilan, o'zbekona ozodalik bilan parvarish qilayotganingiz shunda sezilib turibdi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kaduxon, Rahimxon, mashinalari. Jo'ra aka, rahmat. Allohim seni shunchalik yaxshi ko'radiki, to'g'ridan to'g'ri jannatga kiritadi. Jannatga? Men jannatga boramanmi? Siz ham men bilan borasizmi jannatga? Buni Allohning o'zi biladi. Men jannatga sizsiz bormayman. Allohimga aytaman, onamni ham jannatingga kirit deyman. Keyin ikkimiz birgalikda jannatda yashaymiz. Yurak amri xalqimizniki, mehribon qalblarniki.